Barchangizga assalomu alaykum ag'ayinlar. Bugungi sondagi video roligimizda sizlarga ulkan xo'sh xabar aytib o'tmoqchiman. Xo'sh xabarimiz sonda chet el mamlakatlarining granitsalari, ya'ni chegaralari qachondan boshlab aniq sanalarda ochiladiganligi haqida bizlarga xabarlar yetib keldi. Video rolikda oxirigacha ko'ramiz. Har biriniz bir-biridan like bosuvda және kommentariya yozishni unutmang. Hozirgi vaqtda ko'pchilik ag'ayinlar yozib o'tir. Qozog'iston Respublikasining chegarasi qachon ochiladi? Rossiya Federatsiyasining chegarasi qachon ochiladi? O'zbekiston chegarasi qachon ochiladi deb. Bugungi video roligimizda aniq sanalarda Qozog'iston Respublikasining, Rossiya Federatsiyasining, O'zbekistonning qachondan boshlab chegaralarini ochadiganligi haqida aytib o'tamiz. Video rolikda sizlardan o'tinish etib qolaman. Albatta, har biriniz bir-biridan like bosuvda және kommentariya yozib, video rolikni qo'llab-quvvatlovda. Chegaralardan qachondan boshlab ochiladiganligi haqidagi bu xabarlar bir necha kun oldin internet tarmoqlarida tarqaldi. Bu grafikda 70 mamlakatdan qachondan boshlab o'zining chegaralarini ochadiganligi haqida ko'rsatilgan. Birinchi bo'lib o'zining chegarasini ochadigan mamlakat bu Kipr mamlakati. Ya'ni 1-iyundan boshlab Kipr mamlakati o'zining chegaralarini ochib boshlaydi. 19-o'rinda Qozog'iston Respublikasi turgan bo'lib, 20-iyundan boshlab Qozog'iston chegarasi ochila boshlaydi. 27-o'rinda Qirg'iziston Respublikasi turgan bo'lib, 22-iyundan boshlab Qirg'iziston o'zining chegaralarini ochiq deb jariolaydi. 41-o'rinda O'zbekiston Respublikasi turgan bo'lib, 1-iyuldan boshlab O'zbekiston chegaralarini ochib boshlaydi. 58-o'rinda Rossiya Federatsiyasi turgan bo'lib, Rossiya Federatsiyasi 15-iyuldan boshlab o'zining chegaralarini ochib boshlaydi. Eng keyingi o'rinda Amerika Qurolli Shtatlari bo'lib, 1-sentyabrda Amerika Qurolli Shtatlari o'zining chegaralarini ochadi. 43-o'rinda Turkmeniston Respublikasi turgan bo'lib, 1-iyuldan boshlab o'zining chegaralarini ochib boshlaydi. Bu grafikda Telegram kanalimizga da solib qo'yamiz. Telegram kanalimizning manzili video ostida qoladi. Video roligimizga albatta like bosing ag'ayinlar, hammaga tarqating. Ag'ayinlaringizga, do'stlaringizga және boshqalarga yetib borish uchun hammeniz bir-biridan like bosuvda және kommentariya yozishni unutmang. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga da a'zo bo'lib qo'ying.